Mashmashamni bitta ko'rib o'tib keting. GLS paketi 2022 11-oy. Birkasida 10-oy. Uspet qilsa, rastamoshkasi 12 mm atrofida chiqadi. Oldi shoqlarigacha bor. Tag holatlari, balon holatlari, balonlari absolutni yangi turibdi. Taglarga mehrlarni berib qo'yib, tagini qarang, birorta zanglagan, chirigan joylari yo'q. Hattoki kardallarida o'zining stikerlargacha turibdi. Orqa balonlari ham holatida. Mashinamizning ichiga marhamat qilamiz. Mashinamiz atiga 31 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizda abduf, abagrev, podogref rul, bakoylar qiziydi, bakoylar ochilib yopiladi. Hattoki bular sensorli monitorlari bor, oldida video registratorlari bor. Polosalarni o'qiydi, cruise control, klimat kontrollargacha bor. Yangi logotiflar ajoyib, ha. Birkasi. Mashinamizda hattoki navorotlarni qilib ko'rishingiz mumkin. O'zim uchun minaman deb tayyorlab qo'ygan. Mashinamiz bitta aybini aytib o'tib ketamiz. Orqa krylosida bir qaricha shu yerda kraskasi bor. Orqa holatlari, tag holatlari, bort holatlari o'ta chiroyli turibdi. Qancha zapasning holatlari. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqing. Mashinamiz narxini tamojnigacha $14,000 ga yetkazib olib beramiz. Uspet qilsa, rastamoshkasi 12,5 ming chiqadi. Sizlarga 26,5 mingga to'xtaydi. Aloqaga chiqsangiz chiroyli qilib o'rab yetkazib olib beradi.